Premium darajadagi oshxona mebelini oladi, bir qator ko'rib chiqamiz. Premium mebelimiz albatta stolimizni dosh etmasak bo'lmaydi, naturalniy granit. Darajali baho berasizlar. GTV brendidan sushilka. Pastlarni skriti organizmlarni ko'taramiz. Hop, bu tarafimizda kargo mexanizmi bor. Endi uni tozalagan geldik. Bu anda sushka bo'ladi. Nisko brendidan sushilka. Hop, bu tarafimizda Suxo xolodilnik Nisko brendidan. Moykamiz ham full moyka. Bu anda uglov mexanizmimiz ham bor. Videoni lekin oxirigacha ko'rishingiz mumkin. Bu anda yana qozon shu narsalar qo'yish uchun ugldan maksimal foydalanganmiz. Va mebelimizning yana bir zo'rligi pult yordamida podsvetkalarni bu yerdan yoqib qo'yamiz. Mebelimizga baho beringlar. Mana shunday sifatli premium darajada mebellar kerak bo'lsa, bemalol Ustoz mebellari murojaat etaverasizlar. Mebelimizni to'liq obzor